To'yni o'zingiz qildingizmi Toshkentdagi? Astag'firullah, tavba qildim. Mana Sonlari shu bilan xato narsani bo'lmay ham faqat. qo'yishdi. Endi shuncha gapdan keyin bu oddiy gap bo'lib qoldi-da, to'g'risi to'y qilish degani. To'yga biz pul qo'shganmiz. Qiz bazmini qilmadim. Qiz bazmi qilinadi o'zi Sirdaryoda. Biz Sirdaryoda katta osh berdik to'yxonada. Keyin shunaqa voqea bo'ldiki, qanaqa biz pul qo'shdik? 300 kishilik to'y qilamiz dedilar. O'zi 200 kishilik qilamiz dedilar. Katta bo'lib ketdi, lekin odam ko'p edi mehmon. Ha, shunaqa bo'lib ketdi. Keldi. Ya'ni ular 300 kishidan oshmaydi dedilar. Bo'ldi dedim. Charog'onni birgalikda tanladik. Endi vaqtlari bo'ldi, kechqurun administrator keldilar, uni istoriyaga ham qo'yganman. Birgalikda tanladik. Monitorda hamma narsalarni ko'rdilar va ko'zim bilan ko'rib, dekoratsiya, unaqa narsalarni gaplashishga o'zim bordim. O'shanda ular aytdilarki, 300 kishilik qilamiz. 300 kishilikni hammasini gaplashib, ularga kelishtirib, o'zlarini bog'lab qo'ydim. O'zlari gaplashib olishadi deb. Keyin bu to'yxonani xodimi aytdilar, 300 kishilik, shunaqa bo'larmikin Feruzaxon dedilar. Endi jahllari, xarakterlari og'ir, shu uchun aytdim, agar odam oshib ketsa, iltimos o'sha kuni tayyor qilib qo'ying dedim. Men tomondan ko'proq mehmonlar kelishi mumkin. Qo'shtirib berasiz stol dedim. Rozi bo'ldilar. Shunaqa bo'ldi. Ya'ni birinchidan 300 kishilikni pulidan reklamaga minus qilishdi menga. Ularga aytdim, shu qanchadir minus qilishdi, bu meni anaqamdan. Men reklama qilib berar ekanman dedim. Xursand bo'ldilar. O'shanda his qildilar blogerligimni. Yaxshigina chegirma qilib berishdi. Charog'on to'yxona xodimlari, restoran xodimlariga kattakon rahmat. Keyin to'yimiz kuni to'ydan chiqib ketganimizda, borib mashinaga o'tirganimizda singlim keldi. Feruza opa dedi, 4 tacha stol qo'shildi dedi. Adashmasam shu 3 ta biz tomonga, u tomonga bitta. Shuni puli alohida bo'pti dedi. Nima qilsinlar? Kuyovga yozsinlarmi, sizgami dedi. Hech kimga bildirmadim. Yozdirgin dedim, ertaga kelib to'lab ketamiz dedim. Ana o'sha pulni haqiqatdan o'zimiz to'laganmiz.